1 soatga 500 litr beradigan suv filtrimizni klientimizga qo'shib ishlatib berdik. Mana topshirish jarayoni. Bu xom suv. Bu filtrlangan suv. Bunga ham qo'yib berganmiz, to'lsa o'chadigan qilib. Ana endi suv berishlari davlenasi 10 kilo 11 minutiga 11 beryapti mana. 660 litr, 650 litr toza suv, 660-650 litr adhot suv. Qattiqliklari filtrlangandan keyin suv biznesi bilan shug'ullanishni boshlaydilar. Xudo xolasa ertadan mana hammasi zo'r holatda qo'shib berildi. Bu soatiga 500 litrlik full variant bo'ladi. Balonlari, rama, mineralizatsiya и прозрачный kolba. Mana kolba ham prozrachniy ko'rinib turadi. Holati sizga ko'rinib turadi har doim kolbani holati. Loy bo'ladimi, kir bo'ladimi? Kolbani bilasiz, tezroq almashtirasiz mana.